Rasmiy Wi-Fi to'lqinlari o'zi qanday qilib yaratilgan? 1992-yilda Avstraliyada Dr. John O'Sullivan boshchiligidagi olimlar guruhi qora tuynuk haqida tadqiqot o'tkazayotgan edi. Ular portlayotgan qora tuynukdan chiqadigan radio to'lqinlarini aniqlash uchun murakkab signallar filtrlarini va tahlil qilish usullarini ishlab chiqishdi. Ammo ular kutilmaganda shuni payqashdiki, agar radio to'lqinlari uzoq masofada aniqlash mumkin bo'lsa, demak, qisqa masofalarda ularni barqaror uzatish mumkin ham. Shundan keyin Wi-Fi to'lqinlari g'oyasi uyg'onadi. Asosiy kashfiyot olimlar radio to'lqinlar signalini aks sado va to'siqlardan o'tishda yo'qolishsiz uzatish usulini topishdi. Bu texnologiya keyinchalik wireless LAN, ya'ni Wi-Fi tizimining yuragiga aylandi. Wi-Fi nomi kelib chiqishi 1999-yil marketing agentligi tomonidan yaratilgan. Birinchi Wi-Fi'lar 1996-yilda sotuvga taqdim etilgan va ularning narxi $1600 bo'lgan. Hozirgi kursga qaraydigan bo'lsak, $1600 hozirgi paytda $3,500 atrofida. Siz shunday Wi-Fi routerni xarid qilgan bo'larmidingiz? Endi siz bu faktni bilasiz. Bunday ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Texnomartga obuna bo'lib qo'ying.